Hammaga salom bolalar. Bugun liniya akkauntda uzoq qilamiz. Bu hozir o'zim o'ynayvergan akkauntim. Bu akkaunt podarkaga kelgan. Mana shu akkaunt o'ynayapman. Ko'rishsiz bunda linik bor. Bu birinchi level. Bunda bu mifik kiyim bor. Vaqtliga 17 soat qolibdi. Va bu kiyim bor. Bu ham zo'r kiyim. Bu kiyim ham juda zo'r. Yashasangiz bo'ladi. Orqalarga qamalab turardi. Hozir meni qamalayapti. Bu kiyim ham bor. Mana bu bolalar. Mana bu tovuqcha ham bor. Bilaman qayerdan chiqdi. Mana bu kiyim ham bor. Buning ochiq sochiq. Mana bu kiyim ham zo'r juda. O'ynashingizlar bo'ladi. Mana bu kiyimni tavsiya bermayman lekin. Mana bu kiyim ham juda zo'r. Mana bu kiyim ham o'ynashingizlar bo'ladi. Mana bu kiyim beradi, o'zi kiyim beradigan. Mana kiyim ham juda zo'r. Ayniqsa shu. Mana shu is-28 bu hozir hammada bor bo'lishi kerak. Is-29. Bu bunaqa kiyim bu. Mana bu. Meni bu. Mana bu juda zo'r kiyim. Mini. Mana shu kiyimni o'ynashga juda zo'r. Boshqa videolarım bilan shu kiyimni maqtab ketganman. Chunki yoqadi o'zimga va zo'r, qulay. Kaskalarga o'tadigan bo'lsak, mana shu kaska. Mana eshittiray. Mana shu kaska juda zo'r menga yoqadi. Bunday. Bu vaqtli ekan. Bu bor. Menga yoqadi. Bosh kiyimlarga mana shular bor. Mana shu mifik bor. Mana bu ham. Mana bu kiyim, mana bu soch, dinozavr kalasi. Mana cho'cham bor, juda zo'r. Bu bergan zo'r bo'ldi. Mana bu ochiqlarni ko'rsatib ketaman. Sizlar to'xtatib ko'rib olsizlar mumkin. Mana orqaga qarab turishib ishlayapman. Mana bu. Ashiliga o'tadigan bo'lsa mana bu ochka bor, juda zo'r. Mana bu. Qora ko'zoynak bor, juda chiroyli turadi. Maskalarga bitta mifi maska bor. Mana shu qora maska bor. Bu juda zo'r turadigan maska bor. Men o'zim ham shuni ko'p taqib o'ynayman. Past ustdagi kiyimlar o'tadigan bo'lsak. Mana bor. Kiyimlar qisqa emas. Mana bu ikkalasini yaxshi o'ynasa bo'ladi. Mana bu kiyim ham juda zo'r. Eng zo'ri mana shu bolalar, men shunda ko'p o'ynayman. Shu maska. Yomon kiyimlar ham bor. Mr. Pis kiyimi beqiyos emas. Mana bu kiyim ham juda zo'r. Bu futbolka ham. Mana bu kiyim ham juda zo'r. Menga yoqadi. Davom ettiramiz. Sumkalar bo'lsa, mana shunday sumkalar bor. Mana shu sumka Tom Shelby'ning kiyimi sumkasi bo'ladi. Menga juda yoqadi. Men o'zim lekin mana bu o'ynaymanda. Menga juda yoqadi. Bu bor, mana bu
Bu ham juda zo'r. Lekin men bunda o'ynashdan chiqaraman. Pastliklarga o'tadigan bo'lsa, mana shu bor, mana bu bor. Kiyimlar yaxshi mana bu bor, mana bu. Mana bular kiyimda setim paydo bo'lyapti. Boshimdagi lekin yashil emas. Oxirida o'zim setim ko'rsataman sizlarga. Bu ham normal turadi hadok. Va mana yashil ham bor. Menga juda yoqadi. Lekin bunda kam o'ynayman. Mana bu patinka, mana bu menga juda yoqmaydigan shu. Va oq tapichka bor. Ana shular bor. Agar ko'rmagan bo'lsa, bolalar o'zingizlar to'xtatib asta ko'rib ketasizlar. Mana bizning linigimiz bor, oq qora skini bilan. Skarga sariq skin, bunga 16 kuchaytiriladigan. Va qimiz degan skin bor. Imka 47 degan mana shu 28 ga. Mana bu ham skin bor. 24 ga mana skin, avimga qora skin, bunga yerpaniki. Va eskiga mana shu skin va mana shu skin. Mini 14 ga mana shu skin bor. Mana shu qurolga ham shu skin bor. Yana o'tiramiz. O'ziga mana shu pioner skin bor. Yumbiga shu hozirgi amada bor skin. Viktorga mana skin. Thompsonga mana skin. Jetroli. Bizonga mana skin. P90 ga Silverga olinadigan skin. Mana bu juda chiroyli. Mana bu ko'k. Va mana buga bor. Va M249 ga mana shu. ADPga mana shu skin bor. Juda chiroyli turadi. Mana shu P1911 ga mana shu skin bor. Xato aytmasam, menda uzr so'rayman. Mana shu kuchaytiriladigan bor. Va bo'ldi bolalar. Mashinalarga o'tadigan bo'lsak, bagiga bitta skin va bunga bitta skin bor. Endi o'tadigan bo'lsa, parashlarga 12-sezonni mana shu qo'g'i bor, juda yoqadi bizga, menga. Va mana shu ham bor. Trend bo'lgan. Va mana bu ham bor. Do'stim, dushi degan. Mana bilish kerak. Bilmadim endi. Parashlarga mana bu skilllar bor. Tushadiganiga mana bitta bor. Endi bu va bu. Ko'pincha shuni o'ynayman. O'tadigan bo'lsak, Moltaga shunda ikkita skin bor. Vaqtlik ham bittasi. Arqa faliga mana shular bor. Endi bunga o'tsak, sariq kesdan bitta bor. Bundan 4 ta bor. Mana bundaylar ko'rsangizlar bo'ladi. O'zingizlar to'xtatib ko'rib olisizlar mumkin. Prakticha ustaxonaga o'tamiz. Ustaxonaga o'tadigan bo'lsak, bizda 3 ta kuchaytiriladigan o'lcha bor. Bu pichoq 2-level. Va M16 ga M16 1-level. Linigimiz ham 1-level. Linikni endi yaqinda ko'taraman. Maksimal 7-levelga chiqishga harakat qilaman. 7-level juda chiroyli bo'ladi. Mana. Yana o'zim setim tuzib ko'rsatib ketaman, bolalar.
Mana o'zim o'ynaydigan set qo'limga ushlab olsak. Mana o'zi bolalar. Men shunday set o'ynayman. Mana shu bilan bolalar videomiz tamom. Ya'ni kolleksiyam 30. Mana. Shu bilan xayr bolalar, videomiz tugadi. Bolalar, videoga obuna bo'lish va like bosishni unutmanglar. Va yaqinda jinni qanday tez yig'ish haqida video ham chiqaraman. Bo'pti bolalar.